Bitcoin $0 bo'ladi. Ha, bu video aynan shunday nomlanadi. Hozir buni sababini tushuntirib beraman sizga. Har safar bozorlar qizib ketganda va hissiyotlar cho'qqiga chiqqanda biz ikkita keskin fikrni eshitamiz. Yo Bitcoin $1 million ga chiqib ketadi, yo Bitcoin 0 ga tushib ketadi. Eng qizig'i shundaki, ikkala tomon ham yanglishadi. Chunki ular ma'lumotlarga, sikllarga, institutsional investorlarga emas, balkim hissiyotlarga qaraydi. Bugun men fundamental tahlil, texnik tahlil va BlackRock, Fidelity, ARK Invest kabi institutsional fondlar faoliyatiga asoslangan haqiqiy xolis manzarani, tahlilni ko'rib chiqmoqchiman. Chunki agar siz sikllar mexanizmini, yirik o'yinchilarni xatti-harakatlarini, Bitcoin taklifi tuzilishini va tarmoq metrikalarini tushunsangiz, asosiy narsani anglaysiz. Bitcoin hech qachon $0 bo'lmaydi, ammo u bozorga noto'g'ri kirib turganlar uchun 0 ga aylanishi mumkin. Depozitdagi hisob raqami. Bu videoda men quyidagilarni tushuntirib beraman sizga. Qachon va qayerda Bitcoinni oqilona sotib olish mumkin? Ommaviy yo'qotishlar qaysi nuqtalarda sodir bo'ladi va nima uchun ko'pchilik yangi boshlovchilar aynan o'sha joylardan chiqib ketadi? Klassik texnik tahlil nimani ko'rsatadi? Darajalar, talab va taklif zonalari, mahalliy belgilar. Fundamental tahlil nimani ko'rsatadi? Halving, hamyonlar faolligi, kitlarni to'planish dinamikasi. Institutsional investorlar Bitcoinga kirish va undan chiqish uchun ETF, derivativlar va OTC bozorlaridan qanday foydalanishadi? Siklning hali tugamaganligi yoki aksincha burilishga yaqinligini qanday tushunishimiz mumkin? Va eng muhimi, men nima uchun Bitcoin buqa sikli ichida 20, 30, 40% gacha tushib ketishi mumkinligini, ammo bu global tendensiyani bekor qilmasligini ko'rsatib beraman. Shuningdek, dunyoda sotib olish uchun qancha Bitcoin qolganini ko'rib chiqamiz. Hayron qolasiz, lekin faol likvid taklif 90% odamlar o'ylaganidan ham kamroq va bu narxga fundamental ta'sir ko'rsatadi. Bu video hamma narsa barbod bo'ladi degan hayqiriq emas. Bu video qanday qilib hissiyotlar tuzog'iga tushib qolmaslik va xatolar hamda noto'g'ri vaqtlash tufayli Bitcoin haqiqatdan ham 0 ga aylanadigan odamga aylanib qolmaslik haqida. Shuning uchun albatta oxirigacha ko'ring, yakunida men aniq darajalar, zonalarni va ssenariylarni beraman. Qayerdan sotib olish kerak, qayerga tegmaslik kerak, qayerdan chiqish kerak. Agar allaqachon minusda bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Boshladik. Agar biz Dow nazariyasini birinchi aksiyomasiga to'g'ri keladigan bo'lsak va bu aksiyoma tarix takrorlanadi, narxlar o'z ichiga hamma ma'lumotlarni oladi degan aksiyoma. Bu aksiyomadan kelib chiqib biz tushunishimiz mumkinki, Bitcoindagi sikllar yildan yilga takrorlanib boradi. Hozir biz haftalik time frame'damiz do'stlar. Birinchi men e'tibor bergan narsa shu bo'ladiki, biz RSI indikatori mavjud. Men bu kabi indikatorlarni o'ziga faqatgina ishonmayman, lekin bu umumiy tizimda, umumiy rasmda bittagina faktor asosida bu narsaga qaraydigan bo'lsak, o'z hissasini bu albatta qo'shadi va RSI indikatori bizga juda ham bir chiroyli hozir rasm ko'rsatib bermoqda. E'tibor beramiz, bizda bir necha marotaba narx aynan mana shu darajalarni 30 RSIdagi 30 darajani bizda test qilgan. Birinchi test qilgan zonasi quyidagicha mana eng pastda turibdi. Bu yerdan bizda rost bo'ldi do'stlar. Bu nuqtadan biz yana pastga qarab yana 30 darajaga keldik. Bu nuqtaga kelgandan keyin yana bizda o'sishlar paydo bo'lgan. Pastga keldik yana. Ming bor uzr, o'sish paydo bo'lgan. Yana pastga keldik, yana o'sish, yana pastga keldik, yana o'sish. Endi mana hozir biz yana pastga qarab kelmoqdamiz aziz do'stlar. Demak, biz shu narsani taxmin qilishimiz mumkinki, Bitcoinning hozirgi darajasidan boshlab bir nechta ssenariy bu yerda mavjud. Ya'ni Bitcoin kerak bo'lsa, hozir ham mana shu nuqtadan, joydan turib ketib qolishi mumkin yuqoriga qarab.
Bu hozir ham ketib qolishi mumkin. 30 darajaga kelib ham ketib qolishi mumkin, sal pastroqqa kelib ham ketib qolishi mumkin. Bizda bu yerda 3 ta ssenariy paydo bo'lmoqda, lekin har bir ssenariy, e'tibor bering, yuqoriga qarab ketish. Ya'ni biz uzoq muddatni bu yerda ko'zlamoqdamiz, chunki именно 30 darajaga tegib yuqoriga qarab ketgan ssenariy bizda bo'lgan. Bu yerda sal yetib kelmasdan yuqoriga qarab ketgan joy bo'lgan, o'tib ketib yuqoriga qarab ketgan joy bo'lgan. Shuning uchun men 1, 2, 3 uchala ssenariyni olib mana bu yerda men qo'ymoqdaman. Ya'ni RSI bu bitta bizga ma'lumot beruvchi indikator hisoblanadi va bu indikator bo'yicha bizda mana hozir narx yuqoriga qarab ketaman demoqda. 1. Ikkinchisi, men halvingga e'tibor bermoqdaman do'stlar. Mana bu yerda halvingda kunlari kun kuniga to'g'ri kelmasligi mumkin, sababi men haftalik time framedaman. Shuning uchun bu qaysi haftaga to'g'ri kelsa to'g'ri ko'rsatadi. Lekin 28-yildagi bo'ladigan halving aniq 27-mart kuni bo'ladi. Men bunisini mana to'g'ri grafik bizga qo'yib berdi. Demak, biz ko'rishimiz mumkin halvingdan avval mana bu yerdagi grafik. Halvingdan avval narx minimumlarda turgan va yuqoriga qarab $114 bizda hozir 15-yildan boshlab ko'ryapsiz grafikda. $100 boshlab turib do'stlar $20,000 gacha narx ko'tarilgan. Bu aynan mana shu halving bo'lgandan keyin, ma'lum bir muddatdan keyin ko'tarilgan. Keyingi halvinggacha narx pastga qarab tushgan do'stlar va bizdagi bu yerdagi narxning pastga qarab tushishi minimum nuqtalari taxminan 80% atrofida. Agar biz halvinggacha bo'lib hisoblasak, примерно o'sha 80% atrofida chiqmoqda. Endi keyin yana halving bo'ldi. Narx yuqoriga qarab ketdi do'stlar, maksimum yangilandi. Bu holatda bizdagi minimum narx 4000 atrofida edi. 4000 dan 65000 ga chiqdi. 65000 dan $5000 yana pastga qarab tushdi do'stlar. To есть qarang, halvinggacha narx minimumda, halving bo'ldi, yuqoriga qarab ketyapti narx. Maksimumda egallagandan keyin 80% tashlayapti, yana minimumga kelyapti. Halving bo'lmoqda, yana narx uchib ketmoqda. Undan keyin, mana quyidagicha biz buni chizsak bo'ladi. Mana halvingdan keyin ketdi, halvinggacha narx pastga qarab tushdi. Keyin yana maksimumlar obnovit qildi, keyin yana pastga qarab tushdi do'stlar. Mana yana halving sal ertaroq harakatini boshlagan bu do'stlar. Yana mana halvinggacha narx ko'tarildi. Halvingdan keyin точнее endi mana sikl bo'yicha biz yana pastga qarab tushishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Prinsipi bu yerda logichni bo'ladi agar biz bitta diagonal daraja tortsak va mana shu minimumlarni birlashtirib qo'ysak bir-biri bilan, o'ylaymanki bir chiroyli bir rasm bo'ladi va texnik ravishda Bitcoin narxi qayerga qarab kelishini biz ko'rsak bo'ladi. Ammo bitta u narsani o'zi yetmaydi. Bizga yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ya'ni mayli bu narsa turaversin. Ya'ni bu yerda 80% narx pastga qarab tushgan halvingdan keyin, bu yerda 77% narx pastga qarab tushgan halvingdan keyin va bu yerda qancha taxminan 70%, 75% atrofida tashlamoqda. Bu yerdagi tashash pakashda 36% bo'ldi xolos. Agar biz 70% deb bu narsani oladigan bo'lsak do'stlar, biz quyidagi nuqtalarga yetib kelishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni texnik tahlil bu narsani bizga ko'rsatmoqda. Bitcoin narxi salkam $10,000 atrofida bo'lishi kerak va mana shundagina biz aytsak bo'ladi, birinchi sikl, ikkinchi sikl va uchinchi sikl amalga oshdi va bu narsani 2028-yilgacha bizga amalga oshirib berish kerak. Chunki e'tibor bering, har bitta halving bo'lgandan keyin narx o'zini bitta avvalgi maksimumini yangilab yuqoriga qarab ketmoqda. Xo'sh, bu narsani biz sizlar bilan ko'rdik. Texnik tahlilga biz hozir yana qaytib kelamiz do'stlar. Men sizlarga Bitcoinni qachon sotib olish kerak, qaysi nuqtalarda va qaysi darajalardan qandoq qilib bu narsalarni qilishimiz kerak, kimdir prosadkada bo'lsa nima qilish kerak, alt sezon qachon bo'ladi, bu narsalarni ham mana hozir men sizlarga sekin aytib beraman do'stlar. Avvalambor biz Bitcoin Fear and Greed Index degan indeks bor, ya'ni volatilность indeksi ham aytsak bo'ladi bu narsani bir tarafdan, chunki mana shu narsaga qarab aynan volatilность ham bizda yo oshadi yo tushadi. Investorlarning panika indeksi, fond bozorida ham bu kabi nimalar mavjud, indekslar mavjud do'stlar va hozirgi holatda ko'rsatkich 20 da turibdi va 20 bu qizil zona, extreme fear, mana e'tibor beringlar. Extreme fear deyapti. Ya'ni extreme fear deganda do'stlar bu odamlarda panika, odamlarda qo'rquv bor degan narsani bizga aytmoqda va bu grafik do'stlar bizda aynan
2023-yildan boshlab amalga oshmoqda va siz bir narsani ko'rsangiz bo'ladiki, agar odamlar extreme greed mana juda ham ochko'zlik darajasida, mana yuqoridagi mana bu yashil joy ochko'zlik darajasida bizga mana aytmoqda. Agar biz ochko'zlik darajasiga chiqadigan bo'lsak, demak mana quyidagi joyi mana ochko'zlik darajasi. Demak, quyidagi joyga tushadigan bo'lsak, odamlar Bitcoinni yana sotib oladi-yu, lekin katta ishtirokchilar sotishni boshlaydi va narx bu zonaga kirishi bilan pastga qarab tushadi. Bu zonaga kirishi bilan do'stlar pastga qarab tushadi. 120-150 bu dollardagi ko'rsatkich emas, bu indeksning ko'rsatkichi, eslatib o'taman. Xo'p, mana bu yerga keldi, tushdik. Bu yerga yetib kelmadik do'stlar, lekin biz pastga qarab quladik mana. Endi fear, qo'rquv. Qarang, qo'rquvga kelishimiz bilan do'stlar, bu yerda biz srazu yuqoriga qarab chiqamiz. Endi biz hozir вообще qo'rquv zonadamiz do'stlar va aynan mana shu zonalardan balkim undan ham pastroqqa biz tushib ketishimiz mumkin va bu yerdan atskok berish mumkin. Juda ham bir yaxshi atskok. Menda baribir ham agar texnik tahlilga menda ko'proq yon bosaman va texnik tahlil yo'nalishida do'stlar men o'ylaymanki Bitcoin mana bu yerdan yuqoriga chiqdi, bu yerdan pastga qarab tushdi va bu yerdan ozgina ko'tariladida yana pastga tashlayveradi. Men hozir shu narsani ko'rmoqdaman va grafikda ham ko'rsatib beraman. Xo'sh, ikkinchi Bitcoinni pastga qarab ketishini sababi bu Bitcoin Fear and Greed indeksi va bu keyinchalik yana yuqoriga qarab ketaman deb aytmoqda do'stlar. $0 bo'la olmaydi, sababi Bitcoin'da juda ham bir katta qismi odamlarning qo'lida, investorlarning qo'lida. Mana 6% dan yuqorisini, bir 10% ga yaqini hozir o'sha investorlar boshqarmoqda, katta fondlar, odamlar bor, katta investorlar bu narsani sotib oladigan. Xullas, $0 ga tushmaydi, sababi bunda taklif ham hali chegaralangan. Bu narsani bizlar bilan hammamiz bilamiz aziz do'stlar. Deylik, biz agar tangalarni o'ziga biz agar qaraydigan bo'lsak, bu yerda Bitcoin'ni o'zini taklifi bo'yicha biz agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana hozirgi kunda 19,955,000 ta Bitcoin mavjud. Lekin uni taklifi 21 millionta. Lekin bu 19 milliontadan do'stlar bir 20% ni ayirib tashlayverasizlar, yo'qolgan razraботчикларning qo'lida, Satoshining qo'lida, bunda balo-battar, xullas yo'q hisobda. Men hozir endi o'rtacha raqamlarni sizlarga aytmoqdaman. Uni bir shu 10% fondlarda, yana qaysidir birjalarda, qaysidir yana qayerlardadir va 19 milliontadan faktически оборотdagi Bitcoinlar soni bir 6-7 million bo'lishi mumkin do'stlar. 6-7 millionta Bitcoin bozorda o'zida aktiv holatda turgan bo'lishi mumkin. Qolgani mavjud emas va 95% emissiya bo'ldi o'sha. 5% qoldi xolos bu yerda. Xo'p, Fear and Greed indeksda biz ko'rdik do'stlar. Endi Bitcoin dominance'ni ko'rishimiz kerak. Kriptovalyuta bozorida Bitcoin bozorda qancha qismiga bosim o'tkazmoqda va bu narsa bizga yana alt sezon yo'nalishiga ham olib boradi. Unga ham hozir o'tamiz. Bitcoin dominance nima degani? Agar Bitcoin dominance 50% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak katta investorlar pul va основном Bitcoinda o'zida jamlangan bo'ladi. Va alt sezon hali beri kelmaydi. Agar bu ko'rsatkich 50% dan pastroqqa qarab tushadigan bo'lsa, demak odamlar Bitokdan pulni chiqarib yuborishyapti va albatta alt sezon, ya'ni altcoinlarga sarmoya kiritishadi, Bitcoin narxi tushadi, altcoinlarning narxi yuqoriga qarab ketadi aziz do'stlar. Bu yerda biz ko'ryapmiz grafikda nima narsa bo'lmoqda. Bu grafik 1-yanvardan boshlab bizga berilmoqda. Har yilni 1-yanvari, mana misol uchun 2014-yildan boshlab 2025-yilgacha do'stlar. 2017-yilda eslaringda bo'lsa, juda ham bir katta o'sish, mana bu quyidagi o'sish $100 dan $20,000 gacha bo'lgan o'sish aziz do'stlar va bu holatda biz ko'rishimiz mumkinki, mana o'sha 50%, raqavoy 50% raqam do'stlar va 50% dan Bitcoin qarang pastga qarab tashadi. Bular esa ko'ki do'stlar, Ethereum serisi bu altcoinlar do'stlar, ya'ni boshqa kriptovalyutalar deylik. Bular yuqoriga qarab ketmoqda, Bitcoin pastga qarab tushmoqda. 50% dan pastga tushishi bilan do'stlar,
bu boshqa kriptovalyutalar yuqoriga qarab ko'tarildi. Keyin Bitcoin'da o'zi ham do'stlar oshdi. Endi albatta zerkalniy уровень bo'lgan. Biz bu ko'rsatkichni mana ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bizdagi tushgan joy bu albatta 2018-yili alt sezon boshlanganda mana altcoin'lar qanchalik otdi, 50% dan ham o'tib ketdi mana bu nuqtada do'stlar. Keyingi holatda bizdagi o'sha 2021-yildagi Bitcoin o'sib bergan, keyin pastga qarab tushgan va alt sezon yana bizda boshlangan. Bitcoin pastga qarab qulagandan keyin bu quyidagi joyda mana o'sdi, keyin Bitcoin tushdi, alt sezon bo'lgan bu yerda. Keyin dalish yana Bitcoin dominansi yig'ib oldi, Bitcoin qulashni boshladi, mana bu joyda yana alt sezon bo'ldi. Endi mana yana ko'tarilmoqda, biz shuni ko'rmoqdamiz. Va 2022-yildan boshlab Bitcoin o'z pozitsiyalarini yig'ib olgandan keyin e'tibor beringlar, alt sezon boshlangani yo'q. Altcoin'lar pastga, Ethereum pastga, Bitcoin dominans yuqoriga. Ya'ni agar bu ko'rsatkich hozir 50% ga yaqinlashsa, bular ham ko'tariladi, bu ham yuqoriga qarab ko'tariladi do'stlar. Shuning uchun biz hozir mana shu grafikka ham e'tibor bergan holda alt sezon qachon boshlanishini o'zimiz uchun bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu vaka почти 60% turibdi do'stlar. 60% bu juda ham katta. Shuning uchun ham biz hozir katta alt sezon ko'rganimiz yo'q. Ma'lum bir отдельный tokenlar ko'tarilmoqda, no umumiy altlar ko'tarilgani yo'q. Bu narsani biz quyidagi grafikda ham ko'rsak bo'ladi. Quyidagi grafikda, ya'ni mana top 100 ta eng oxirgi chorakda qaysi kriptovalyutalar yaxshi ishlaganligini biz agar ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, do'stlar, mana e'tibor bering, taxminan bir 10-15 ta kriptovalyuta xolos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 16 ta kriptovalyuta bukvalni yaxshi natijalar bergan oxirgi 3 oyda do'stlar. No, mana bu natijalar ham bu avvalgi alt sezonda natijalari emasda, chunki bizdagi natijalar do'stlar juda ham esimizda bor, alt sezonda kriptovalyutalar juda ham katta natijalar beradi. Endi bu kulgili natijalar. Bitta ikkita kriptovalyutalar otib yuborgan do'stlar, no относительно yangi kriptovalyutalar, no lekin qanchalik otib yuborgan, misol uchun biz buni ham ko'rishimiz mumkin sizlar bilan. Kelinglar, bir e'tibor beraylik. Umumiy grafikini agar biz ko'radigan bo'lsak, 22-sentyabrda faqatgina bizda bu bozorga chiqqan do'stlar, mana 1 yil bo'ladigan bo'lsa ham 22-sentyabrda bu bozorga chiqqan kriptovalyuta hisoblanmoqda. Lekin umumiy narxini biz ko'radigan bo'lsak, bu naborot tushmadi bu do'stlar. Bu ko'tarilmadi, bu naborot tushdi o'zini maksimumlaridan, ya'ni sentyabr oyidan boshlab pastga qarab tushib kelmoqda. Va biz faqat oxirgi 3 oyda ko'rganligimiz uchun bizda shu yaxshi natija bo'lmoqda. Lekin marketga, boshqa kriptovalyutalarga nisbatan do'stlar juda ham kam hisoblanadi bu holatda. Shuning uchun men bularni unaqangi bir hisobga olmayman. Misol Zekda ham ko'radigan bo'lsak ham 2017-yili $4 bizga boshlangan, lekin mana hozirgi kunda 0.469 aziz do'stlar. Juda ham past narx bu yerda hozir bizda hisoblanmoqda va market cap'i ko'tarildi, nima bo'ldi? Odamlar pul quymoqda. Qarang, odamlar pul quymoqda, narx yuqoriga qarab ketish kerak aslida, lekin bu yerdagi rasm quyidagicha aziz do'stlar, narx baribir pastga qarab ketmoqda. $4293 bo'lgan narxi mana hozirgi kunda $469. Lekin mana bu yerga biz qaraydigan bo'lsak, 1000% o'sish bor deysiz-u, lekin mana umumiy holat. Shuning uchun men aytaman-da, bu kabi grafiklarni ko'rganda odamlarni adashtirishi mumkin. Shuning uchun ham biz har bittasini yaxshilab ochib nazorat qilishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Dashda ham ko'radigan bo'lsak, umumiy mana market cap вообще qulagan pastga qarab, narx qulagan, tasavvur qiling. 1425 hozir mana maksimumni shunday ushlab olaman. Bermayapti nimaga. Mana $1441 dan boshlab do'stlar $57 ham qulagan. Lekin bu yerda juda ham zo'r natija turibdi. Shuning uchun men bularga ham X qo'yaman. Ya'ni alt sezon hali boshlangani yo'q. Menga chunki bu grafikda ko'rsatib, mana bular o'sdi, Firuzbek degani, ustiga bosib buni qo'shimcha ravishda ko'rib chiqish kerak edi. Chunki bular o'sgani yo'q. Siz oxirgi 3 oylikni ko'ryapsiz xolos. Lekin umumiy grafikka qarasangiz, alt sezonda o'zini предыдущий, bundan avvalgi maksimumlarni yangilash kerak. Shuning uchun bularga ham biz X qo'yamiz aziz do'stlar. Alt sezon bizda yo'q. Endi umumiy bozorda holati mana quyidagicha, mana e'tibor bering.
qaysi ahvolda bu turibdi. To'g'ri, buni ham ichini ochib ko'rish kerak, albatta, hammasini, no, baribir ham biz umumiy bozorda hozir ko'rmoqdamiz. 100 ta kriptovalyutani donalab ocha olmayman. Kimga qiziq bo'lsa, o'zlaring ko'rib olasizlar. Xullas, alt sezon hali bizda boshlangani yo'q aziz do'stlar. Bitcoin uning uchun yaxshigina qulab berish kerak, u narsani qilib bermagan. Yana bitta bizga qiziqtiradigan narsa bu Bitcoin Rainbow Price Chart. Bitcoin Rainbow Price Chart bu shu nima desam bo'ladi, kulgili ravishda qilingan, shu radugani chizib qo'yishgan va har bitta radugani rangiga bizga o'sha tushuntirishlar berilgan, bular nima narsani anglatishi bo'yicha. Men bunga qarayman, yana bitta filtr, yana bitta ko'rsatkich. Nimaga? Chunki zakonomernost mavjud, sikl mavjud bu yerda. Qizil zonaga kelishi bilan narx pastga tashlayapti. Qizil zonadan keldi yoki o'tib ketdi va narx yana pastga qarab tashadi. Yana qizil zona, yana pastga do'stlar. Qizil zonaga yaqinlashdi, yana pastga. Bu yerda yaqinlashgani yo'q va mana bu qizil zonalar Bitcoin'imni sotib yuborishga ishlaydi. Pastdagi zonalar do'stlar menga o'sha Bitcoin sotib olishga ishlaydi. Basically fire sale. Mana hozir biz aynan mana shu joyda turibmiz, ya'ni tekinga sotib ol degan tushunchada turibdi. Buni ham to'g'ri taqsimlashimiz kerak bo'ladi, chunki aziz do'stlar, hozirgi narx baribir ham unchalik qattiq pastga tashlagani yo'q, lekin bir narsaga biz ko'rishimiz kerak. Mana ko'k zona, e'tibor beringlar. Mana o'sha qizil zona, mana qizil zona. Qizildan ko'kka tushyapti, narx yuqoriga qarab ketyapti. Qizil zonaga kelyapti, yana narx ko'k zonaga va fioletoviy zonaga qarab kelmoqda. Yana narx yuqoriga qarab chiqmoqda. Salkam qizil zonaga chiqdi do'stlar, yana mana shu zonaga keldi va bu yerdan yana yuqoriga qarab ketmoqda do'stlar. Mana o'sha joy. Endi mana bu bo'lganda ideal ravishda bo'lardi, bizda что есть do'stlar. Hozir quyidagi joydamiz. Ya'ni biz hozir konkretni sotib olish kerak bo'lgan joyda turibmiz. Shuning uchun mana shu ma'lumotga asoslangan holda ham biz o'zimizni bitimlarimizni ochsak bo'ladi. Yana bitta menda mavjud bo'lgan ma'lumotlar bor do'stlar. Biz halving deb prinsiplar sizlar bilan kelishib oldik. Hozir endi texnik tahlilga o'tishimizdan oldin yana qisqa statistika masalalarga berib o'taman, katta fondlar nima qilishganligi haqida. Biz bilamiz, Bitcoin ETF mavjud va Bitcoin ETFda juda ham bir ko'p odamlar sotib olgan, institutsional investorlar do'stlar, va umumiy US spot Bitcoin ETFda hozirgi kunda 1.3 million Bitcoin mavjud. Ya'ni tasavvur qilyapsizlarmi? 19 million umumiy Bitcoin bo'ladigan bo'lsa, 1.3 millioni ularga tegishli. Bu taxminan 6% dan sal yuqori agar biz umumiy 21 million Bitcoinni oladigan bo'lsak. Lekin Bitcoin ETFdan aynan faqatgina AQSh ma'lumotlariga ko'ra do'stlar, salkam 4 milliard dollar noyabr oyini o'zida pul olib chiqib ketildi. 4 milliard dollar. Faqatgina noyabr oyini bir kunini o'zida yo'q do'stlar, 1 milliard dollar pul olib chiqib ketildi. Bu bir kunda. Tushunyapsizlar? Umumiy noyabr oyida 4 milliard dollar pul olib chiqib ketildi. Bu juda katta raqamlar. Grafikda siz pastga qarab ketishini bir sabablari ham aynan mana shu, chunki bu oson narsa emasda, chunki vakuumga asoslangan holda Bitcoin hozir pastga qarab tashlagani yo'qda. Mana quyidagi pasayishlar qarang, haftalik time frame'da bu faktorlarga asoslangan holda tashlayapti-da, chunki bitta eng asosiy katta faktordan biri bu katta kapitalda bozordan Bitcoin ETF'lardan chiqib ketishi do'stlar, sotilib tashlayapti. Aytganimdek, faqatgina noyabr oyini statistikasiga ko'ra 4 milliard dollar Bitcoin chiqilib ketdi. BlackRock kompaniyasida, BlackRockda hammamiz bilamiz, pikda 800 mingta Bitcoini bor edi, hozir 778 mingta Bitcoini bor do'stlar. Bu bir oyda minus 23 ming, minus 22 ming atrofda deganida, ya'ni 2 milliard dollar ketdi. To есть 100 milliarddan 70 milliardga uchdi bir necha kun ichida va bu faqatgina noyabr oyini ko'rsatkichi. Buni investorlar chiqaryapti. Ular ba'zilari o'z xohishi bilan sotgandir, основной otok investorlardan bo'lyapti. Investorlar o'sha fear indexda turibdi va ular o'zini pullarini chiqarib olyapti. Fidelity'da 203 mingta edi, hozir 200 mingta Bitcoin qoldi. ARK Investda do'stlar 39 mingta edi, lekin bir yil davomida 2025-yil
bo'yicha do'stlar ARK Invest u ham taxminan 1 milliard chiqarib tashladi Bitcoindan. То есть bu noyabr ko'rsatkichlari bo'lsa do'stlar, mana bu 25-yil ko'rsatkich va faqat bitta kompaniyani ko'rsatkichi bu holatda bo'lmoqda. Endi ARK regular ravishda, doimiy ravishda o'zini bitcoinlarini sotib yuribdi million dollarlarga. Nimaga? Chunki investorlar bu narsani xohlayapti, pulimizni qaytarib bering deyapti. Grayscale 168 mingta bitcoini mavjud edi. 2024-yildan boshlab 2025-yilning oxirigacha bir o'ylab ko'ringlar, nechta pul chiqib ketdi bulardan. Grayscale'dan do'stlar 25 milliard dollar bir yil ichida, 11 oy ichida 25 milliard chiqib ketdi bu holatda. Juda katta bo'lyapti-da. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bir oyda salkam bilmadim 1 milliard dollardanmi chiqarish, 2-3 milliard dollardan chiqarib yuborishyapti-da oyga. Bu juda katta hisoblanadi pul chiqarish. Shuning uchun ETF bu va o'sha publichniy, ommaviy fondlar, hedge fondlar, institutsional investorlar bu pul jamlanadigan joy, juda katta pul jamlanadigan joyda va bular o'zini pullari bilan harakatlarini boshlashsa, bozorlarga juda qattiq ta'sir qiladi. Bitcoinga pul kirib turganda, 24-yildan 25-yil oxirigacha kirib turganda mana sizga o'sishlar zo'r bo'lgandi. Chunki faqatgina sotib olishgan Bitcoinni, faqatgina sotib olishgan. Lekin как только milliardlab dollar pul chiqishni boshladi, mana e'tibor bering, nimaga bunaqa qulashlar bo'ldi bizda? Milliardlab dollar pul chiqishni boshladi, o'zi bardosh bera olmadi Bitcoin. Chunki sotib oluvchilar yo'q. Bunaqangi ob'yomda siz institutsional investorga o'xshab sotib ola olmaysiz. Bunaqangi ob'yomingiz yo'q, uncha pulingiz yo'q. Shuning uchun bir narsani tushunishimiz kerak. Institutsional investorlar Bitcoindan qochmoqda. Bir qismi pulini olib chiqib ketmoqda, bir qismi risklarini kamaytirmoqda va yana bir qismi daromadini fiksatsiya qilmoqda aziz do'stlar. Shuning uchun men 100 mingga Bitcoin narxi chiqqanda men 100 mingda o'zi hamma pozitsiyalarimni yopgan edim. Men yana qo'shimcha 20 ming dollar ishlab olishim mumkin edi, lekin meni bundan avvalgi tahlilim eslaringda bo'lsa 22-yil qilib bergandim Bitcoin bo'yicha va men olgan narxlar do'stlar mana bu yerlarda bo'lgan. Bu haqida ham Telegram kanalimga post qilgandim. Mayda chudalar bilan olgandim-da. To есть men 100 mingda yopyapman, meni daromadim juda katta bo'lgan bu yerda. Shunga yana qo'shimcha 20 ming qilib olaman deb nimani qilgan bo'lardim agar bunaqangi ahmoqgarchilik qilganimda. To есть mana bu yerlardan olgan pozitsiyalarimni deylik, har xil 45 minglardan ham olgan joylarim bo'lgan. To есть mana bu yerdan, to есть bundoq qilib qarasangiz, mana bu narsani agar meni ozgina o'sha, chunki menga aytishdi, nimaga ushamadingiz 120 minggacha deb do'stlar. Mana bu narsaga risk qilishim kerak bo'lganda men. Hop 120 mingga chiqmagandachi, biz hozir tarixda ko'ryapmiz, qarasho. Lekin narx birinchi marotaba 100 mingga chiqqanda men bilmasdim bu narx 120 mingga chiqishini. Qarang, men bitta keldida, ozgina o'sib berdi, даже 110 minggacha chiqdi-da, bum 70 mingga yaqin quladi. Bu yerda hamma xursand. Keyin narx 120 mingga chiqqanda, aka ushamabsiz 120 mingga deyishdi. Nima keragi bor? Mana bu narsani, mana bunga riskovat qilishim nima keragi bor? U вообще mantiqsiz almashtiruvda, tushunyapsizmi? Shuning uchun sizlarga ham bu narsani men tavsiya qilmagan bo'lardim do'stlar. Xullas, summarni agar biz gaplashadigan bo'lsak, Bitcoin ETF-dan toza sotib oluvchilar hozirgi kunda toza sotib yuboruvchilarga aylanmoqda va bu ham aziz do'stlar juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. Agar sizlarga bunaqa qiziq bo'lsa, men aynan mana shu hozirgi raqamlarni, gaplarni, institutsional investorlar nima qilyapti, kimda qancha bitcoin bor, kim sotyapti, kim sotib olyapti, qancha pulga, shu haqida katta post qilib beraman, tahlil qilib beraman va Telegram kanalimga men tashab qo'yaman do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimni ссылкасы videoning описаниесida bo'ladi va QR koddan men bu yerga chiqarib qo'yamiz. Yozib qo'shilib olsalaring bo'ladi. Endi do'stlar, kelinglar, biz sizlar bilan bu narsalarni mana rainbowlar hammasini ko'rib chiqdik. Endi biz tahlil ham qilishimiz kerak. Shu tahlilga biz o'tsak sizlar bilan birgalikda. Avvalambor meni qiziqtirib turgan narsa bitta bo'lmoqda. Ya'ni men avvalambor bu narsani o'zimga o'sha bundan avvalgi quyidagi narsaniga prosta chiziq tortib qo'yishim kerak bo'ladi. Qanday qilib Bitcoin
harakatlanmoqda va men qanday qilib bu narsadan daromad qilishim kerak. To есть mana men minimumlarni o'zimga bu yerda belgilab olib, mana o'sha minimum daraja do'stlar. Prosta keyingi bu bilan buni men prosta birlashtirib qo'yishim kerak bo'ladi. Mana bu birinchi meni qiladigan ishim. Ikkinchi qiladigan ishim narx hozir keskin ravishda yuqoriga qarab harakatlanmoqda. Keskin ravishga qarab do'stlar. Shuning uchun ham men yana bir martalab buni keyingi minimum bilan birlashtirib qo'yay. Mana quyidagicha qilib qo'ydim. Endi qarang, buni bundoq qiladigan bo'lsak, endi qarang, juda ham bir chiroylik tahlil o'zi bunday shakllanyapti. O'sha hamma narsa понятный, hamma narsa yaxshi, hamma narsa zo'r. Shuning uchun azizlar biz to'g'ri yo'nalishdamiz. Endi menga minimumlarda birlashtirganligim uchun men maksimumlarni ham birlashtirishim kerak bo'ladi azizlar. Mana agar maksimumlarni birlashtirsam, qarang qanaqangi. Mana bu maksimum, mana bu maksimum, mana bu maksimum va buni men cho'zib qo'yishim kerak bo'ladi albatta. Endi точный bo'ldimi yo'qmi buni endi bizga vaqt ko'rsatadi, qanchalik aniq bo'lganini sal pastroqqa tushirib qo'yishimiz kerak bo'ladi, hamma nuqtalar inobatga olinishi uchun do'stlar. Mana qarang, qanchalik biz chiroyli ravishda bu narsani sizlar bilan chizib qo'ydik va bu ham bizga yana bitta yondashuvni beradi. Endi men mana bu strelkalarni o'chirib tashlayman va oxirgi narx harakat qilib turgan joyni men o'zimga belgilab olmoqchiman. Mana shu 3 ta minimum menga hozirchalik juda muhim bo'lmoqda do'stlar. Va mana shu 3 ta minimumni buni maksimumlari bilan men o'zimga birlashtirib qo'ymoqchiman do'stlar. Mana quyidagicha men agar qiladigan bo'lsam, yashil zona menga sotib olish uchun, qizil zona sotib yuborish uchun do'stlar. То есть, в принципе, meni Bitcoin hozir 2023-yildan boshlab haftalik time frame'da kanal ichida harakatlanib kelmoqda. Mana e'tibor beringlar do'stlar. Mana shu kanal ichida harakatlanib kelmoqda. E'tibor bering, har marotaba biz mana shu kanalga yetishimizga oz qolganida yoki kelganda, ladno, mana o'chiraylik. Kelganda narx yuqoriga qarab ketmoqda. Demak, menda shunaqangi bir yana bir fakt tug'ilmoqdaki, demak hozir biz sotib oladigan joyimiz. Mana hozir birinchi Bitcoinni xolasak xolamasak sotib olishimiz kerak. Texnik tahlil bizga shu narsani aytib bermoqda. Keyingisini qachon sotib olamiz? Noma'lum. No, men mana hozir bu narsaga, imенно mana shu nuqtaga yana bitta o'zimga sotib olish kerak degan mana nimani qo'yib qo'yman. Keling bu narsani biz yashil qilaylik. Tushunarliroq bo'lishi uchun, mayli ko'k turaversin, yaxshiroq turar ekan. Sotib olish kerak bo'lgan zonalarimizni biz sizlar bilan birgalikda aynan mana shu ko'k ko'rsatkich bilan do'stlar belgilaymiz. Ana endi keyingi biz qiladigan ishimiz bu yana qo'shimcha ko'rsatkichlar bizga kerak bo'ladi va bilasizlarmi, menga nima narsa qiziq? Bitcoin agar mana bu maksimumdan, mana bu maksimumgacha chiqdi. Ya'ni bu nuqtadan bu nuqtagacha chiqdi. Mana keling buni bundoq qilib biz o'zimizga chizib qo'yamiz, mana. Ana. Chizib qo'ydik. Bunga deylik mana quyidagi narsani tortib qo'yishimiz mumkin. Bu yerdan bu yergacha mana keldi bu. Okey. Buni ham sariq qilamiz. Tak, mana keldi. Хорошо. Agar mana shu masofani mana bu yer bilan mana bu yerga qo'ysam, bir xil bo'larmikin, bo'lmasmikin degan savol tug'ilyapti. Mana keling, bu narsani ham biz sizlar bilan ko'ramiz do'stlar. Bundoq qilib qo'yaman. Va mana e'tibor bering do'stlar. To'g'riroq tortishim kerak. Mana. Ana. Qanchalik biz o'ylab turgan narsamiz do'stlar mana bizga bu ko'rsatib bermoqda. Bundoq sal yuqoriroq qo'yamiz. Taxminan biz belgilagan o'sha $120,000 atrofiga kelmoqda. Bu 125 mingga chiqqani, no, ладно, bizga не суть. Bizga taxminiy narxlar kerak do'stlar. Mana tex analiz bo'yicha. Okey, agar biz yana bir bor hozir men buni даже bundoqroq ham qilsam bo'ladi. Mana bundoq qilib, endi sal yetmagan bo'lishi mumkin, chunki biz buni 100% tak bo'ldi, bu taraf yaxshi. Mana quyidagicha bo'ldi bizda. То есть bu to'g'ri keldi. Bu в принципе примерно o'sha joylarga to'g'ri keldi. Siz tiyinigacha baribir topa olmaysiz, buni iloji yo'q. Endi kelinglar, prosta shu narsani men davom ettirib boraman, buni ustiga qo'yaman-da bu narsani. Mana hozir
aniq ustiga tushdimi yo'qmi ko'ramiz. Mana endi o'ylaymanki aniq ustiga tushdi va buni ham men buni ustiga qo'yib qo'yaman. Demak, men taxmin qiladigan narx bu qancha bo'lyapti? $175,000 atrofida bo'lmoqda. 175,000. Demak, men taxmin qilishim mumkinki, Bitcoin'da keyingi keladigan joyi do'stlar, mana shu joy atrofida bo'ladi. Mana shu bizning tek profitimiz biri. Lekin bir narsaga e'tibor beringda, meni bilasizmi, texnik tahlilda nima narsa meni qiziqtiradi har doim. Menga yoqadigan narsa juda qiziqda, 3 ta men sizga hozir narsa aytaman. Odatda narx 50% gacha harakat qilishni yaxshi ko'radi. Bu birinchi qoida. Va ikkinchi qoida, narx odatda psixologik darajalarda yaxshi ko'radi va bu psixologik darajalar haqida men ko'p gapirganman do'stlar. Buni ko'pchilik biladi. Psixologik daraja. 150 ming. 100 mingdan keyingisi 150 ming, boshqa yo'q. Qani 150 mingga biz psixologik darajani qo'yaylik. Bir qiziq joyda do'stlar, mana qarang, tutashish, ikkita o'qni tutashishini qarang, ikkita diagonal darajani tutash joyini qarang, 150 ming. Sal mana bular 1 gradus, 2 gradusga qiyshiq bo'lgan bo'lishi mumkin, no, в принципе, qonun qoida есть qonun qoida do'stlar. Tutashish nuqtasi 150 ming va mana bu joyda, mana bu o'sishning teng yarmi ham do'stlar 150 ming. Shu narsa menga juda ham qiziq. Demak, 3 ta faktor bitta joyga to'g'ri kelyaptimi? Demak, bu tasodif emas, bu haqiqiy texnik tahlil va mana bu yerda mana $150,000 ga biz Bitcoin'da keyingi o'sish nuqtasini aniqladik sizlar bilan. 150 ming. Nimaga? Diagonal kanal bizda mavjud, diagonal kanalda 50%. Bitcoin men bu faktorga asoslangan holda gapirmayapman. 2016 va 2020-yilda o'rtasidagi o'sishni aytmoqdaman. Keyingisi 2024-yildagi o'sishni aytmoqdaman va mana shu ikkita faktorga asoslangan holda 3-faktor chiqmoqda va buni teng yarmiga yana Bitcoin kelmoqda. 150 ming va 150 ming yana psixologik daraja, biz buni bilamiz. Juda ham ko'p tasodifda do'stlar va hammasi mana shu narxga ko'rsatmoqda va bir-biriga bog'liq emas. Bu analiz. Tushunyapsizmi? Bir-biriga bog'liq analiz emas. Shuning uchun ham do'stlar 150 mingni biz Bitcoinda keyingi nuqtasi desak bo'ladi. Ana endi siz prosatkada o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Meni juda ham ko'p do'stlarim bilib-bilmay kriptovalyuta sotib olishgan ko'pchiliklari prosatkada do'stlar. Shuning uchun ularga ham, sizlarga ham mana foydali bo'lish uchun men aytib beraman, qayerdan sotib olishimiz kerak. 80,700 da, 80,700, 80,800 keling, mana buni 800 qilaylik. Men nimagaligini aytaman sizga. Chunki bu kanalni cheti va mana bu narxni eng pastga qarab tushganligi hisoblanadi. Imенно mana shu switchada do'stlar $80,700 mana quyidagi switchaniki do'stlar. Keyingisi bu 75,300 atrofida. Nimaga 75,300? Hozir bu narsani tushunib olasizlar. Bu предыдущий maksimum. Mana narx pastga qarab tushdi, yangilab tashladi minimumlarni. Mana bu minimum yangilansa вообще zo'r bo'ladi. Bu yerda nimaga bu yerdan sotib olish kerak deyapman? Raznica $5,000 katta bir. Ikkinchidan bu minimum bu yerda mavjud. Eng kuchli minimum hozirgi kunda haftalikda eng kuchli minimum mana shu. Bu mavjud. Bundan tashqari bu darajada предыдущий maksimum bor. 2024-yilda maksimumi bor aziz do'stlar. Va mana bu maksimum ham bu yerda mavjud. Juda yaqin do'stlar. Shuning uchun ham do'stlar men maslahatim 75,300 bu keyingi biz sotib oladigan daraja. Undan keyingi daraja $66,800 atrofida. 66,800 sal uzoqroq bu yerda bo'lmoqda. Lekin nimaga? Chunki 2021-yildagi birinchi maksimumda men sotib olmoqchiman va 2021-yildagi ikkinchi maksimumda ложный пробой zonasi do'stlar. Mana shu ikkita maksimum menga juda ham muhim. Chunki Bitok yaxshi ko'radi maksimumdan maksimumga sakrashdi. Shuning uchun men buni ham qo'yib yubormoqchi emasman. Texnik ravishda bu yerda bor. Keyingisi yana ham pastroqda va bu 55,500 atrofida edi agar adashmasam. 55,500 atrofida. Nimaga? Chunki 25 2 yil ichidagi do'stlar
minimum hisoblanadi va birinchi halvingdan keyin otkat va bu otkat aynan mana shu joyga to'g'ri kelgan, darajalarga to'g'ri kelgan, juda ham kuchli darajalarga to'g'ri kelgan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda hali pul mavjud, bu yerda yana katta investorlarning limitkalari mavjud, o'zlariga bu darajani ham olib qo'yishgan. Shuning uchun bu darajani ham men bu yerga asoslab qo'ymoqdaman do'stlar. Va eng oxirgi darajam mavjud. Yana ikkita daraja bor. 33500 do'stlar. Nimaga 33500? Sababi bu yerda BPC zona mavjud. BPC zona bu bo'shliq zonasi. То есть mana bu zona hali 2023-yildan boshlab atrobotga bermadi. Вообще bo'shliq. Odatda narx BPC zonani 50% yopadi. Shuning uchun men mana shu BPC zonani 50% ga qo'ydim. Undan tashqari bizda zirkalniy уровень bor. Mana bu yerda plus juda ham zo'r zona поддержки bo'lgan mana bu. Qarang, bu o'zi mana unga asoslanib qo'ymoqdaman, lekin bunga yana qo'shimcha bir nechta faktor bizga yetib kelmoqda. Shuning uchun bu kuchli daraja deb o'ylayman. Bittada buni proboy qilish juda ham bir qiyin ahvol bo'ladi. Bunga yetib kelishimiz uchun mana bu ham daraja, ham sotib oladigan narxlarimiz mana bularni sotib olish kerak va eng oxirgisi juda ham banalniy bo'ladi do'stlar. 75% ni men o'zimga mo'ljallab qo'ymoqchi edim. Lekin 75% ga narx qo'yilsa, o'zi mana shu narxga yetib kelmoqda Bitcoin. Agar haqiqatdan ham shunaqangi bir harakat qilib beradigan bo'lsa, demak, bizni mana shu oxirgi diagonal darajamizga ham narx yetib keladi va bu yerda ham mana diagonal darajamiz bor. Bu mana shu diagonal darajamiz o'rinlariga ham yetib keladi. Va iloji boricha aziz do'stlar, yana bitta qiziqarli savolda, misol uchun Bitcoin qachon bizga quyidagi darajalarga yetib keladi degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. Ya'ni $150,000 do'stlar. Meni taxminim $150,000 do'stlar 28 yoki 29-yilda yetib kelamiz. Nimaga bunaqangi men taxmin qilmoqdaman? Sababi juda ham oddiy. Halving kerak bizga. Halving kerak bo'ladi. 28-yildagi halving do'stlar ancha oldin bo'ladi. Chunki 24-yilda bu aprel oyida bo'lgan. 22-aprel hozir 1 oy avval bizda halving bo'ladi va mana e'tibor bering, 24-yilda agar halving bo'lgan bo'lsa, hali maksimumlar yangilangani. Maksimumni ham yangilab boribdi halvingdan avval o'zi mana 24-yilda va endi menga $100,000 ga narx chiqish kerak edi do'stlar. Men $100,000 deb taxmin qilganman. Shuning uchun meni taxminim $150,000 ming bor uzr. Shuning uchun meni taxminim do'stlar 28-yil, uzog'i 29-yil bo'ladi. Endi hozirgi kunda men 2022-yilda taxmin qilganimda, tahlil qilganimda bu yerda hali ETFlar yo'q edi, fondlar yo'q edi. Hozir ular bor. Ya'ni bular narxni o'ynatib olishi mumkin o'z hisobiga. Shuning uchun texnik ravishlarma men 28-29-yilda Bitcoin narxi $150,000 ga birinchi marotaba chiqadi va ikkinchi uradigan joyi do'stlar $175,000 bo'ladi. To есть ikkita men bu yerda take profit ko'ryapman. 150,000 va 175,000. Misol 150,000 ga chiqsa bir qismini yopaman, 175,000 dan hammasini yopib yuboraman. Mana shu ikkita moshniy tahlil men qilmoqdaman do'stlar. Men o'ylaymanki, shu kabi ma'lumotlar sizlarga ma'qul bo'ldi. Kim agar prosatkada o'tirgan bo'lsa, kim agar pozitsiyada o'tirgan bo'lsa, bu tahlilni olib o'ziga yana to'g'rilab olishi mumkin bo'ladi. Ammo do'stlar, iltimos, narx pastga tushgandan keyin harakat qilamiz. Voy, baribir ham pastga tushar ekan, hozir sotib olaman degan niyatlar emas. Chunki bu yerdagi eng muhim narsa mana bu minimum bo'lmoqda. Juda kuchli minimum. Chunki mana bu yerda atskok bor. Mana zirkalka. Juda kuchli o'rin bor. Mana shu buzilib olinsa, buyog'i sizniki. Mana shuni buzib olishimiz kerak. Ammo u yerda diagonal darajani hali podдержкасы ham bor do'stlar. Shuning uchun birinchi pozitsiyani shu yerdan ochamiz deb men sizlarga aytmoqdaman do'stlar. Mana shunaqangi gaplar. Agar bu video sizga bozorga hushyor qarashga va qachon sotib olish, ushlab turish yoki umuman hech narsa qilmaslik kerakligini tushunishga yordam bergan bo'lsa, demak, mening vazifam bajarildi. Kriptovalyuta bozori bu hissiyotlar emas. Bu qo'rquv yoki ochko'zlik emas. Bu ma'lumotlar, metrikalar, strategiya, intizom. Agar siz real vaqt rejimida bozor bo'yicha to'liq analizlar, signallar, darajalar va yangiliklarni olishni istasangiz, Telegram sahifamga obuna bo'ling.
U yerda men har doim ham YouTube'da joylashtira olmaydigan narsalarni chiqaraman. Havola videoni описаниесida yoki mana bu yerdagi QR kod orqali qo'shilsangiz bo'ladi. Plyuzni asring, tahlil qiling, o'ylang. Keyingi videoda ko'rishamiz.